Kuch padişahlıqda başqalardan paydalanış və kuch ariyat ilişqa Zhuge Liang ən usta desəm işləmsiz, yürək verib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Kuch padişahlıqni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge Liang kuch padişahlıqdagi dangliq mushavir. U atrofidagi narsalardan paydalanishqa və ulardan kuch ariyat ilishqa nihoyat usta deyishlik bo'ldi. Kinoni ko'rib baqqan və kitobini o'qib baqqanlar bilamiz. Zhuge Liang har qatamliq urushda nihoyat oz qo'shin bilan urush qilgan bo'lsa-mu, atrofidagi tog', daryo, suv, o't va daraxt qatorliq narsalardan unumli foydalanish orqali oz qo'shin bilan ko'p qo'shinni mag'lub qila oladi. Demak, bu atrofidagi har qanday foydalangan bo'ladigan narsadan unumli foydalana oladi. Uning eng dangliq boshqalarning kuchidan foydalangan urush qaysi degan vaqtda dal Shibiching. Bu vaqtda u Sharqo'ninki qo'shindan foydalanib, Saosonninki cho'ng qo'shinni mag'lub qildi va Jingzhouni hech qanday ziyon tortmay turib ilib oldi. Demak, Zhuge Liangni uch podshohlikdagi boshqalarning kuchidan foydalanish va boshqalarning kuchini oriyat ilib ishlatishga nihoyat usta odam deyishib bo'ldi. Agar bu mazmunlarga qo'shilsangiz, astiki inkasraydiga alt tarafini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jondorchilik oid mazmunlarga qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.